dursiz. Muhammed Mustafa jahonning sarvari dursiz. Nabilar xotami insu basharning rahbari dursiz. Tamami anbiyolarni halimu kamtari dursiz. Zaminu osmon ganchining noyob gavhari dursiz. Tasadduq sizga jonlar oxir zamon payg'ambari dursiz. Yaraddi siz tufayli Tangri kulli ashyolarni. Kechirdi siz uchun odamdagi sahvu xatolarni. Ijobat ayladi Tangrim qo'l ochib qilgan duolarini. Shafoat aylagaysiz biz gunohkor benavolarni. Tasadduq sizga jonlar oxir zamon payg'ambari dursiz. Xudo mehmon qilib Mi'rojda e'zoz ayladi sizni. Yaqin keldik inoyat birla mumtoz ayladi sizni. Hisobsiz lutfi ihsonlar birla hamroz ayladi sizni. Tamosha qildirib arshni sarafroz ayladi sizni. Tasadduq sizga jonlar oxir zamon payg'ambari dursiz. Xudo bandam desun siz ummatimding Mustafa bizni. Suyub do'stim desunlar chori yoru bosafo bizni. Xatarli filsirotda qo'llang yo rahnamo bizni. Xatarli qiyomatda qo'llang yo Mustafa bizni. Kel ey ummatlarim deng, kel ey ummatlarim deng, ro'zi mahshar xalq aro bizni. Tasadduq sizga jonlar oxir zamon payg'ambari dursiz. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Parvardigor, o'zing hammamizdan rozi bo'lgin. Amin. Gunohlarimizni afv etib kelsin Parvardigor. Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga xos ummatlardan qilgin Parvardigor. Qiyomat kunida ul zotning shafoatlaridan hammamizga nasibador aylagin ya Rasululloh. Sizni o'zingizni ko'rmaslikda, siz davrigingizda yasholmaslikda, sizga xizmat qila olmaslikda ilohiy sizni ummatingiz biz ummatingiz bo'lamiz ya Rasululloh. Siz doimo hayotsiz, hayotdan nabiysiz ilohiy Parvardigor. Ya Rasululloh, o'zingiz ummatimning bizlarni ham ana o'shancha masofalardan bir ziyoratlarga mana hech o chakmoningizda ziyoratini qilgani keldik ilohiy Parvardigor. Qiyomat kuni shafoatingizga oling. Qo'shni bo'laylik ilohiy Parvardigor. Rasulimizga qo'shni qilgan hammamizni ham Parvardigor. Sunnatlarini mahkam ushlaydigan xos ummatlardan qilgan ya Rasululloh Parvardigor. Allohumma sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.